Mana 20 ta rasxot sababi mana. Svecha pishayotibdi mana. Svechani ham bir ular tekshirilyapti. Mashina qaltiragan hisobga babina yechildi, svechalar yechib, uni ham tekshiriladi. Mabodo svecha ketgan bo'lsa, svecha qo'yib berish xizmatlari ham bor. Krishka proklatkasi ham ketib qoldi. Svechaga yog' o'tib ketgan. Krishka proklatka almashish jarayoni svecha bilan. Svechalar mana GM svecha. O'zini zavodskoy stok svechasi 34-73. Proklatkadan yog' o'tkazib yuborgan, svechalar shuni yog'da shimilib yotgan bo'lgan. Bittasi umuman ishlamagan, bittasi chala ishlagan. 2 dona svechada yurib turgan bo'lgan mashina. Hozir Xudo xolasa muammolarni hal qilib beramiz. Mashinamiz yana ikkinchi muammosi benzinda muammo bo'lyapti. Benzin injektorlarini ham hozir apparatga qo'yib, tekshirib tozalab beriladi. Переливание bo'lyapti. Mashina o'tab turib, ishlab kelgandan keyin 5-10 minut turgandan keyin o'tamay qoladi. Переливание bo'lib, muammosi gazlanmas ekan. Shu benzin injektorlarini tozalab apparatga qo'yib, Xudo xolasa bu muammolarni ham hal qilib beriladi. Bitta servisda ham gazni, ham benzinni, motor hadavo ishlari, moy almashtirish ishlari bitib ketishi mumkin. Xizmatlar bo'lsa kelaverasizlar. Deyarli hamma ishlaring bitta servisda bitib ketadi. Pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqib kelaverasizlar. Krishka proklatka qilinadi. Hozir nimani o'lchanyapmiz? Ketdi. Bo'l. Ketdi. Bo'ldi. Benzin injektorlarini yechib turib, yuvish jarayonlari ketyapti. Apparatga qo'yib, yuvib tozalab. Tagini ko'rsataymi? O'ta ideal bo'ldi mana. Yaltirab. Yangidek bo'ldi tozaligi.